Bilasanmi, erkak kishiga juda qiyin. Dunyo unga sinishga haqing yo'q deb shart qo'ygan. Hamma undan faqat kuchli bo'lishni talab qiladi, go'yo u temirdan yaralgandek. Lekin hech kim uning ichidagi bo'ronlarni ko'rmaydi. U ko'chada qanchalik horg'in, ezilgan bo'lmasin, uy ostonasida yuziga tabassum niqobini kiyadi, biz qo'rqib ketmaylik deb. Ortidagi tog'lar qulamasin deb. Erkak kishi ko'zidan yosh oqizib yig'lamas ekan. U tun yarmida, hamma uxlab yotganda, chirog'i o'chgan xonada jimgina chekib. Ich-ichidan to'kilarkan, uning ko'z yoshlari ichiga oqadi, yuragini kuydiradi. U buni hech kimga aytolmaydi. Biz, ayollar, gohida buni sezmaymiz ham. U shunchaki mas'uliyat deb atalgan zanjirni uzib yubormaslik uchun jimgina sabr qiladi. Jimgina yonadi, lekin oxirigacha mard turadi.